UzAuto Motors sotilmoqda. Prezident imzolagan qaror bilan O'zbekistondagi 29 ta yirik kompaniyalarning davlat ulushi sotiladi. Ular orasida Yumes kompaniyasi, Toshkent traktor zavodi, 10 ta issiqlik elektr stansiyasi va yana bir qator yirik korxonalar bor. O'zbekistonda davlat ishtirokidagi yirik korxonalar xalqaro bozorlarda xususiylashtiriladi. Bu haqda 21-aprel kuni prezidentning tegishli qarori qabul qilindi. Qaror davlat ishtirokidagi yirik korxonalar va tijorat banklarining faoliyati samaradorligini oshirish va ularni xususiylashtirish orqali xorijiy investorlar jalb etilishini jadallashtirish maqsadida qabul qilingan. Davlat ulushi sotilayotgan korxonalar qatorida Universal Mobile System mas'uliyati cheklangan jamiyatining 100%lik, UzAuto Motors aksiyadorlik jamiyatining 97.7%lik, UzAuto Motors Powertrain aksiyadorlik jamiyatining 100%lik ulushi bilan Toshkent traktor zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyatining 100%lik, Sherobod sement zavodi mas'uliyati cheklangan jamiyatining 100%lik, yo'l qurilish aksiyadorlik jamiyatining 100%lik va yana boshqa bir qator korxonalarning turli ulushi sotuvga chiqariladi. Shavkat Mirziyoyev 9-aprel kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida xususiylashtirish bo'yicha muhim qarorlar qabul qilinishi kutilayotgandi. 49 ta korxonadagi davlat ulushi xalqaro bozorda sotilishini aytgandi.